Chaqaloqlardagi kamqonlik bo'yicha savollar ko'payib qoldi. Aslida chaqaloqlarda gemoglobin miqdori qancha miqdorda bo'lishi kerak? Tug'ilgandan 1 oylikgacha bo'lgan bolalarda gemoglobin miqdori 140 dan 220 gacha bo'lsa, bu normalniy holat. Bola tug'ilganidan 6 oyligigacha yetguncha boladagi gemoglobin miqdori pasayib boradi. Ya'ni ona qornida bola kamroq kislorodli muhitda yashaganligi uchun unga ko'proq gemoglobin kerak bo'ladi. Ya'ni ona qornida kislorod yetmaganligi uchun gemoglobin ko'proq bo'lsa, o'sha kislorodga bo'lgan ehtiyojni qondirib beradi. Bola tug'ilgandan keyin tabiiy havodan nafas olishni boshlaydi-ku. Shuning uchun unga endi ko'p kislorod shart emas. Shuning uchun organizm o'zini kompensatsiya qilish orqali gemoglobin miqdorini pasaytirib, tabiiy kislorod kirganligi uchun endi unga ko'proq kislorod kerak bo'lmaydi. Xo'p, mana shu bolani 3-4 oyligiga yetganda fetal gemoglobin deydi, ya'ni ona orqali olingan gemoglobin adult gemoglobinga o'zgarishni boshlaydi, ya'ni kattalarda bo'ladigan gemoglobinga o'zgarishni boshlaydi. Shuning uchun ham 3-4 oylikda bolalarda kamqonlik belgilarini paydo bo'lishi bu normalniy holat. Ya'ni ana shu 95 gram litrdan ham pastroq holatda bo'lishi bu normalniy holat, qachonki bolada hech qanaqa kamqonlik belgilari bo'lmasa, ya'ni teridagi rangbarlik, lab atrofida yoki og'iz atrofida ko'karish, oqarish belgilarini yo'qligi, boladagi suslik, uyquchanlik, umumiy olganda boladagi yetishmovchilik belgilari yo'q bo'lsa, bunda hech qanaqa davolash choralarini talab qilmaydi. Endi bolada kamqonlik bo'lmasligi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda onaga yaxshi qarash kerak. Masalan, tug'ruq paytida ko'p qon yo'qotgan bo'lsa, onadagi kamqonlik belgilarini yo'q qilish, onani yaxshiroq e'tibor berish, onadagi kamqonlik yo'q qilinsa, keyin boladagi kamqonlik ham yo'q bo'ladi.